Zübeyir. Men soğuk şapka. Yaxshimisilar aytsanlar, men Zübeyir bilan Zuliya nopsi. Sen yemaydigan bolalarımızga kulbasa, yani kolleksiyada amanaq turmal qilib beraymi. Sen yemaydigan bolalarga müşta tamoq qilib berilib yegizaytinglar. Shunchalik o'xshaydi-da bu tamoq. Bugun bolalar qanday tamoq qilib berdinglar? Inkasrayni yo'llab qo'yinglar. Bu tamoqning itish usulini sizlarga men bahrlab keldim. Unda bo'lsa bu tamoqni qanday aytdimkin ketdik. Shundan bilan shunday qilib muvofiq miqdordagi ko'rishni suvchilab qo'yishdan boshlaymiz. Ana bir tal kolleksiya tayyorlab olamiz. Kolleksiyaningki pokiz emas yaproqlarni ilib etgandan keyin o'ttirsini mushtaq o'yab ilib, andan tal ayirib qozonga silib 2 minut qaynatib olamiz. Buni qiymasini tayyor qilishga tushib ketdim. Qiymasiga go'sht, piyoz, sebze, andan azroq kava aralashtirib etdim. Ko'rib mushayish kapslarsanlar, arsayt deb qarasanlar, shirak berib gullar qo'shni tuqqanlar. Bolalarda qavziyat ishtihosizlik tishni qo'chiriladigan, ashqobli to'lib ketayotgan tillar va bo'lmayotgan narxi bolalar masalasida sifatli unumli go'zal qilib deydigan anlar uchun başbet aloqa qilish uchun qo'shvasanlar, sizlar uchun o'zim mulozimat bo'ladi. Mushta qismi holatda to'g'ri olgandan keyin piyozni to'g'rab, chinob deganda qismini tayyor qilib oldim. Undan boya suvchilab qo'yilgan go'shtni bunga elashtirib, unga azroq oqmuch bilan sira silvetdim. Qormushim so'saq bo'ldi, lekin men qormush ancha yoqtirib ketmayman. Mana qizlar, qizmam rasmiy holatda yopib ketdi. Bu qizmaga sayqavis silish shart emas. Jumbo o'zinglar bilanlash qilib sayqavisni men o'zim shaxsan silvetdim. Zubayir bilan Zuliyar sayishni yaxshi ko'rdingiz. Men qaytib olgan baseni bayam elitishni tutqabdim. Amda suzib oldim. Andan sayni ayrim elib o'tirdik. Mavqat qiyrini kesib etgandan keyin qizmini elib mush holatda tugib qilib oldim. Sizlar ayildi qilib baseni ko'proq iste'mol qilamsizlar, yoqmaysanlar. Ko'proq iste'mol qilmaydiganlar oltini yo'q. Men ancha ko'p iste'mol qilib ketmayman deydiganlar yetini yo'lab qo'yinglar. Shaxsan men kollek baseni ancha ko'p iste'mol qilib ketmayman. Tamoqni qilayotgach yechinglar esim kelib qoldi-da. O'sha yeching mezgilda hammalar oshpaz bo'lib ketgan tuqqo, shaxsan men yechingda oshpaz bo'lib ketgan xotinlardan birisi deb turiblar. Hatto tamoq to'plarimiz botdi-da, birsimizga aytgan tamoqlarimizdan bahrlab yo'llash degandek qilib ketdi. Mush tamoqni shu yeching mezgilda etib yegan peti, yeb boqqan peti, uni o'zi etib boqmabdi ekanman. Mana mush banada bir etib boqqanmi bo'ldi. Nimada yaqib olgan ekan, qozon qo'riydigan ishini qilaydi. Buningga piyoz, laza, undan azroq pomidor, so'ng piyozda yaqib oldim. Amdi bu qo'riydigan yerga kelgan vaqtda men narxlar yozib qo'rib baqdim bularni. Ilgari qo'rgan vaqtlarimda boshqacharoq qo'rgan bu to'xtamga sho'xli bilan piyoz lazirlab sho'xli qo'rib oldim. Oddiy qilmay desanglar mushta qilsanglar bo'ldi. Oson pishirgan tamoq. Shuning bilan bularni to'g'rab etib erkin chiqib etgandan keyin qo'rishni boshlab etdim. Avval piyoz, undan pomidorlarni silib qo'rib olgandan keyin so'ng piyozni silib etdim. Undan qaynatgan qilib basayni eshib qolgan sayninki o'tirni to'g'rab uni silib etdim. Undan lazimni qo'rib, azroq qo'rgandan keyin bunga suv quyib qaynagandan keyin qo'rmoqsaga lazim suzib elib etdim. Jumla men Zubayir bilan Zuliyar ochiq qolib qolsa, yemeydi qaynab texnik ochiq qolib ketmasin, bolalar yemek qolmasin deb suzib elib. Bayta yaqib olgan turmalarimiz mushtaqratlik, chiz yapmışda, qaynatib, mushtaqilib, estek va ishi o'xshaydi qizlar. Mana appak achsanglar kolbasa turmalimizda ya bo'ldilar. Zubayir qo'li tatliq degan o'ynab qolganda o'xmudim turib, appa sizning qo'lingiz bek tatliqga deydi, kulgimni kelib turib. Dadasi demagan gapni bolasi degan keyin men o'zim xo'sh. Ma'qulim sarsanglar yo'llash mendan qo'llashlardan qo'llashlar qildi. Voydod.net taqdim etadi. İkimizde bir yürek var, yarmı sen